Hammaga salom. Sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz va biz bugun sizlar bilan logoped nomer 1 markazi direktori Maftuna Nuriddinovna bilan super hamda aqliy zaiflar uchun eng to'g'ri va kerakli yo'llarni ko'rib chiqamiz. Maftuna opa, siz bilan bugun gaplashadigan gapimiz sal nozikroq va ko'plab ota-onalarni qiziqtiradigan mavzu. Birinchi savolimiz: aqli zaif bola hech qachon o'rganmaydi. Shu mavzuga qanaqa qaraysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi ushbu mavzuni ko'targanlaringiz uchun sizlarga katta rahmat deyman. Nima uchun? Chunki markazimizda ko'p konsultatsiyaga kelgan kishilar aynan shu haqda savol berishadi. Hammani shu mavzu qiziqtiradi. Umumiy qilib hozir gapiradigan bo'lsak, men juda ham xursandman. Birdaniga ko'pchilikka yetkazib berayotganimizdaman shu YouTube orqali. Demak, aqliy zaiflik o'zi bu nima? Bu aqlini ojizligi, ba'zi bir narsalarga aql ojizlik qilib o'sha narsaga fahm farosatimiz yetmay qolishi. Mana bu bizning aqliy ojizligimiz deyiladi. Demak, bu tashxis qo'yildimi, tushunishimiz kerakki, ziper deyishadi ba'zilar. Ziper degan tashxis o'zi 5 yoshgacha qo'yilishi kerak. Undan keyingisi bu xato. 5 yoshdan keyin konkret tashxis qo'yiladi. F70, 71 bular hammasi aqliy ojizlikning darajalari, ya'ni yengil, o'rta, og'ir darajalari. Aqliy ojizlik nima? Nimagadir bizani aqlimiz yetmay qolganda aqlimiz ojizlik qilyapti deymiz. Xuddi shunday tushuncha, ya'ni intellektning yetishmovchiligi. Masalan, 2 kara 2 ga 4ligiga yetib, 9 kara 9 ga aqlimiz yetmay qolgan paytda aqlimiz ojizlik qilyapti, mana shu menga qiyinlik qilyapti deb qolamizda. Xuddi mana shunday intellektimizni darajasida bu. Bu tashxis afsuski bor. Bu qanaqa tashxis? Miyamiz sig'imi mana shu hamma bilimlarni, akademik bilimlarni olishga ojizlik qilib qoladi. Oddiygina masalan joylarichasiga men tushuntiradigan bo'lsam, mana choynak bilan piyolani olamiz. Piyolani sig'imi qanchayu choynakniki qanaqa? To'g'rimi? Biz choynakka to'ldirib choy damlab kelamiz. Lekin hamma o'sha choyni piyolaga qo'ysak, nima bo'ladi? Piyolaga sig'adigani qolib, qolgan choy to'kilib ketadi. Ota-onalar nimani istaydi? Ko'p narsa talab qilaverishadi aqliy zaifligi bo'lgan bolalarda. Masalan, sog'lom oilada tug'iladi. Masalan, 4 ta farzandi bor, bittasi aqliy zaif tug'ildi. Nimaga apangga o'xshamaysan, nimaga akangga o'xshamaysan deydida, xuddi akasidek, opasidek bo'lishini istab, eng zo'r repetitorlarga qo'yadi bilim olishi uchun. Maktabga bilim o'zlashtira olmadi. O'qituvchi yomon. O'qituvchi o'zlashtirishda uddalolmadi deyishadi. Eng zo'r repetitorni yollashadi. Masalan, u professor. Uni miyasi choynak. Uni bilimi esa choy. To'la choy. Zo'r, молодец, u kishi zo'r o'qituvchi masalan, professor. Bechara bolani miyasi esa, miyasini sig'imi piyola. U hamma choyni qo'ysa agar u bola ololmaydi-yu, buncha choynakka sig'adigan choyni ololmaydi-yu, to'g'rimi? Professorda shuncha bilimini ololmaydi, miyasi o'zlashtira olmaydi degan. Demak, mana shundan xulosa qilishimiz mumkinki, aqliy zaifligi bo'lgan bolalarni bilim olishi shunga yarasha. O'sha uchun hurmatli onalar, otalar, men ularga murojaat qilaman. Siz bolaga barcha bilimni, matematika, fizika yoki astronomiyani o'rganishini talab qilmang. Buni IQ darajasiga qarang, miyasini sig'imiga qarang va kerakli bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishiga yo'naltiring deb murojaat qilgan bo'lardim. Shu joyda aytib o'tdingiz, 2 kara 2 4, 9 kara 9 nechiligini bilmay qoladi ba'zi bolalar. Shunda maktab o'quvchilarining yarmidan ko'pi aqliy zaiflikka kiradimi? Yaxshi savol bo'ldi. Bu narsani ko'pchilik tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Shu joyda men aytib o'taman, misol qilib aytmoqchiman. Masalan, bitta sinfda 30 ta 40 tagacha o'quvchi bo'lgan, to'g'rimi? 30 ta 40 ta o'quvchini ichida masalan 10 tasi a'lochilar, qolgani qanchadir foizi nima deydi, o'rtacha o'qiydiganlar va ikkichilar bo'lgan, to'g'rimi? Mana bu ikkichi bo'lishni hech qachon istamagan menimcha. To'g'rimi? Ikkichi bo'lishni hech qachon istamaydi. Prosto buni IQ darajasi pastroq. Hammada foizi bor-u IQ darajamiz, to'g'rimi? Bunda pastroq bo'lganligi uchun bu ilojsiz o'sha narsani o'zlashtira olmay ikkichi bo'lib qolib ketgan. Tushunyapsizmi? Masalan, men bu a'lochi, meni o'zimda bo'lgan bu narsa. Masalan, matematikada bizani sinfimizni sinfkon deyiladi, sinfkonimiz birinchi bo'lib masalani yechib etardi-da, 5 ta olardi-da har doim. Men matematikadan o'zlashtirishim yaxshi bo'lmagan. Diqqat bilan qarab turardim, doskaga yozardi, o'rganardim.
ikkinchi например berardi, davay sizlar endi yechib menga olib kelinglar deb vazifa berganida hamma yechishni boshlardi, baribir uchinchi yo to'rtinchi bo'lib borardim. Birinchi hech qachon borolmaganman. Boshqa fanlardan borganman birinchi, biologiyadan, ximiyadan, tarixdan, masalan adabiyotdan, lekin hech matematikadan borolmaganman. Nima uchun? Chunki mani IQ darajam matematikada nima deydi, o'zlashtirishi zo'r bo'lmagan. Man ming qo'shimcha darslarga borib o'tirsam ham o'zlashtira olmasdim. Man o'rganolmasdim, lekin istardim har doim birinchi bo'lishda. Sinfkom bo'lishni istardim. Qarang, demak mani miyamni IQ darajasi o'sha narsani o'zlashtira olmagan matematikaga. Hozirgacha ham masalan matematikada oqsashim mumkin, lekin bu aqliy zaiflik degani emas. Aqlim joyida masalan. Bu nima demoqchiman? IQ darajamiz past, yuqori bo'lishiga qarab aqliy zaiflarni solishtirishimiz mumkin. Masalan, biz 2 kara 2 ni o'rgandik. 9 kara 9 ni o'rgana olmadik, to'g'rimi? Lekin aqliy zaif bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gacha yodlaydi-da, 8, 9, 10 ni o'zlashtira olmaydi uni miyasi. Tushunyapsizmi? Shunchalik darajada ojiz bo'ladi uni miyasi. Bizani ikkichilarimiz esa qanaqa bolalar? Maktabdagi ikkichi bolalar IQ darajasi pastroq-u, lekin ularga tashxis qo'yilmagan. F70 yo'q bolalar. Prosto ularning ham IQ darajasi zo'r emas. Oramizda bor, iqtidorli insonlar. Bitta narsani o'qiydi, zo'r gapiradi. Har xil sohada, har xil mavzuda gaplashib biladi. Ularning IQ darajasi yuqori bo'ladi. 99%, 80%, 100% bormi yo'qmi bilmadim-u. Buni statistika bilsa kerak. Men shuni nazarga tutgan edim. IQ darajamiz hammaniki har xil. Aqli zaifniki eng pasti. Endi shu uchun ham hozir aqliy zaif emas, bu termin olib tashalgan. Haqoratda gapiriladi, eshitiladi deb, intellektual yetishmovchilik deb murojaat qilinsin deyildi. Bularni intellektual salohiyati pastroq bo'ladi. Tushundingizmi? Xuddi shu narsani nazarga tutgan edim. Aqliy zaiflik bilan o'zlashtirish sal qiyin bo'lgan bolani qanaqa farqlasa bo'ladi? Aqliy zaifligi bo'lgan bola jiddiy raqamlardagi yoshda orqada qoladi. Masalan, 7 yoshga birinchi sinfga boradimi, u fikrlashi, uni o'zlashtirishi xuddi 4 yosh, 5 yosh bolanikidek bo'ladi. Shunda qanaqa? Masalan, alfabet yozolmaydimi? Yoki qanaqadir misollar ishlashda qiynaladimi? Ikkichi bola esa 7 yoshda maktabga borganida 7 yoshda bo'ladi. Faqat o'zlashtirishga qiynaladi. Ana uni qo'shimcha darsga bersa, ya'ni yaxshi repetitorlarga bersa, u tortib keta oladi. A'lochi bo'la olishi mumkin. Lekin aqliy zaifda sizga mana buni tushuntiraman. Masalan, 7 yoshli bola o'zini 4 yoshlikdek tutadi, miyasini mana bizning fiziologik yoshimiz bor va biologik miyamizning yoshi bor-da. U fiziologik bo'yi teng bo'ladi 7 yoshlarga, ko'rinishi o'shalarday bir xil, hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Lekin uni aqlini yoshi 4 yoshlikdek bo'ladi. Uni qanaqa qilib bilamiz? U 4 yoshli bolalar bilan birga o'ynaydi. Ular beradigan savollarni beradi. Ular qiziqadigan o'yinlarga qiziqadi. 7 yoshli bola esa jiddiy kirishib olgan, alfabetda yozuvlarni biladi, sanoqchetda sanashlarni biladi, ya'ni maktabga tayyor bo'ladi. To'g'rimi? Aqliy zaif bola emas, u 4 yoshli bolani tasavvur qiling. 4 yoshli bola maktabga tayyor bo'ladimi? Ko'zingizga sog'lom 4 yoshli bolani keltiring. Ana u o'ynashga moyilligi ko'p bo'ladi. Ularda mehnat faoliyat turidan faqat o'yin ko'nikmasi ko'proq bo'ladi-da. Ular o'ynashni yaxshi ko'radi yoki dars bersangiz agar undan qochishga harakat qiladi. Bergan narsangizni yozib bera olmasligi, sana ber desangiz sana bera olmasligi yoki 1, 2, 4, 5 qilib ketishi mumkin. Ketma-ketlikda sana olmasligi mumkin. Demak, bu 7 yoshli aqli zaif bolani nima deydi? Miyasidagi yoshi 4 yosh bola. Tushundingizmi? O'zlashtirishi past bo'lgan bola 7 yosh, yoshi ham 7, ko'rinishi ham 7, miyasini yoshi ham 7 bo'ladi. Faqat bugun 1, 2, 3, 4, 5 deb o'rgatmasangiz, ertaga 1, 2, 3, 4, 5 deb ayta oladi. Unga 4-5 kun prosto ishlash kerak ustiga. Ozgina ustida ishlasa, o'z qatorlar bilan o'rganish kerak bo'ladi. Qayta-qayta takrorlash kerak bo'ladi. O'zlashtirishi sal pastroq, lekin harakat qilsa yetib oladi. Aytishadi o'qituvchilar ham, "Sen ko'proq o'qi, men bu o'rtog'ingga yetib ol. Qara, bu bugun yaxshi baho oldi, sen esa yomon baho." U harakat qilib o'qisa agar yetib olishi mumkin. Yetib olish harakat qilsa. Aqliy zaif bola ming harakat qilgani bilan yeta olmaydi. Chunki uni miyasini sig'imini tushuntirdik ko'p. Xuddi o'sha biologiyalik
bilimni ola oladi. Sig'imi shunaqa. Demak, endi ZPR yoki aqliy nosog'lom bolalar nima qilsin shunda, maktab bormasinmi? Ha, judayam yaxshi savol. Maktabga borsin, birinchi sinfda o'qisin. Hech narsani o'zlashtira olmaydi. Baribir miyasi qabul qilmayapti. Ikkinchi sinfda kutishsin. Ikkinchi sinf keyin faqat A harfini o'rgansin. Uchinchi sinf kutishsin. Yana A harfidan chegaralanib qolsin. Xullas shu tarzda 11 sinfda ham bitirsin. Xo'p, shahodatnoma oladi. U kimga kerak? U nimaga kerak? U aqli zaif bolani o'zlashtirishi va fikrlashi ham yosh bolanikidek bo'layotibdi masalan bu yerdada. Lekin unga shahodatnoma nima qizig'i bor? Ertaga u baribir institutga kira olmasa yoki u kechirasiz akademik yoki vrach yoki qanaqadir olim bo'la olmaydi. Bu miyasini olishi bilan, to'g'rimi? Bu narsaga biz haqiqiy ochiq va to'g'ri qarashimiz kerak va qabul qilishimiz kerak. Ota-onalarga murojaat. Ular uchun to'g'ri yo'l qanaqa deysiz? Endi to'g'ri yo'l nima bo'ladi? Ozgina IQsini ishlatsa ota-onalar topib oladi. Hozir IQ haqida gaplashyapmiz-ku. Masalan, demak, men qizimni masalan F70 yoki 71 nimasi bilan, tashxisi bilan, aqliy zaiflikni yengil o'rta darajasi bilan qo'yilgan. Maktabga bersam, bu alfabetni o'zlashtira olmasa, raqamlarni o'zlashtira olmasa, nima keragi bor? Umrini o'tkazib deb o'zlariga savol berish kerak-da ota-ona. O'rda ustozlardan talab qilavermasdan. To'g'risi. Undan ko'ra shu qizimga nima yo'l ko'rsatsam to'g'ri bo'ladi. Bo'pti, 10 yilga o'sha alfabetni o'zlashtira olmagan qiz 10 yil ichida bilasizmi qaysidir hunarni o'rganib olishi mumkin. Masalan, bitta pishiriq qilishni o'rganishi mumkin yoki rasm chizishni o'rganishi mumkin yoki bir narsani tikishni, to'qishni o'rganishi mumkin. Mana sizga nimagadir moyilligi bor, moyil qilib qo'ygan tayyor bitta kadr, ishchi kadr tayyorlab qo'yamiz. Masalan, kadr demasak ham ishchi xodim. Shunda 11 yil bekorga vaqtini o'qishga sarflamasdan baribir kirmaydi. Undan ko'ra hunar o'rgansin, o'zini yo'lini topsin demoqchisiz. Xuddi shunday. Masalan, maktabga bormasin demayman. Lekin nima foyda maktabdan shuni bilsin. Agar sog'lom bolalarga qo'shamiz deyishsa, u itak sog'lomlarning orasida. To'g'rimi? Masalan, uni oilasida apasi sog'lom, akasi sog'lom yoki ukasi sog'lom, to'g'rimi? Ota-onasi sog'lom. Sog'lomlar atrofida-yu. Sog'lom maktabga bersak, sog'lom bolalar bilan yursa, bola nimalardir o'rganarmish. Bu ota-onalar deb o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylaydi. Lekin kechirasiz, siz hozir nosog'lomlar orasida katta qildingizmi 7 yoshgacha deb savol beraman-da. Otasi, onasi, aka-ukalari sog'lom-ku. U bolaga imitatsiya, taqlid yo'q, chunki u miyasini sig'imi shunaqa bo'lganligi uchun u prosta o'tirib beradi, so'rasangiz qilib beradi. U kimnidir yetaklashiga muhtoj. Tushunyapsizmi? Demak, uni nima qilish kerak? Iloji boricha hunarmandchilikka qo'yish kerak. Ya'ni o'sha piyolaga kerakli choyni quyaylik. Xohlang shammasini qo'ying, xohlang shammasiz qo'ying, bu sizni tanlovingiz. Hammasini to'ksangiz ham bu sizni tanlovingiz, lekin u to'kilib ketgani kimga kerak? O'sha uchun men matematikani, ona tilini o'qishni, fizikani o'rgansin deb talab qilishmasin-da. Kulinariyaga berishsin. Masalan, u qizni qo'lidan keladi, unni taniydi. Un, tuz, suv desa, uchalasini solib xamir qilishni qo'llari ishlaydi ularni. Qilishni biladi. Yoyib pechenyechalarni qilishni biladi. Duxovkaga tiqib soatda o'rgatsangiz kutib turishni biladi. Deylik, ularni nima deydi? Osonroq tushuntiraman. 10 ta ko'nikmani ularni piyolasi sig'dirib biladi, 10 ta narsani. Deylik, lekin bizlarga 100 ta bilim bu atrofimizda, to'g'rimi? 10 ta narsani biz saralab tanlab olaylik deyapman. Masalan, un, shakar, tuz, soatga qarab turish, pechkani soatiga qarab turish va uni etib sotish deylik masalan. U sig'adi uni miyasiga. Bu bilimlar, bu ko'nikmalar. Mana shu bilim va ko'nikmalarni o'rgatadigan bitta kulinariya tugarakchi ustoz kerak ularga, xolos. U qiz bemalol xamir qoradi, pishiriq pishiradi va uni ertaga etib sotadi va pulini, xizmat haqqisini oladi, non sotib olib qornini to'yg'izadi. Yoki kiyim sotib olib ustini but qiladi. Tushunyapsizmi? Ertaga buni paypaslab turgan ota-onasi oxirigacha yonida bo'la olmaydi, boshida tirik tura olmaydi. Qachondir ota-onasi o'tib ketgandan keyin u bechara nima qiladi? Yo muruvvat uyiga boradi, yo ko'chaga kir kiyimlar bilan sarson bo'lib yuradi. Kimdir non bersa yeb, kimdir bir narsa bersa kiyib yuradigan bo'lib qoladi. Undan ko'ra buni 11 yil umrini bekorga o'tkazmasdan kerakli narsaga yo'naltirsinlar. Maslahatim. Bu eng to'g'ri yo'li ular uchun.
Ulardan foydalanish mumkin. Ish haqqini ham talab qilolmaydi u bechoralar. Masalan, sizlar aytasizlar, "Man 4 millionlar ishlamayman, bir 10 million bersangiz ishlashim mumkin" deydi-da, to'g'rimi? Montajyor, operatorlar. O'zini qadrini biladi. U bechoralar o'zini qadrini bilmaydi-da. 2 million bersangiz ham borib kiyim oladi, qornini to'yg'izadi, bo'ldi. Normal holat ularga. Har kun kelib aytganingizda ishlaydi, lekin gap o'rgatmaydi, aql o'rgatmaydi ular. Aytganingiz bo'yicha ishlab turaveradi. Bor shunaqa markazda o'zimizda. Mana buni o'tirib biladi biza bilan, suhbatlashib biladi. Bitta narsasi farosat yetishmaydi ularga. Oddiy tushuntirsam sizga. Masalan, men bu joyga biz o'zimiz bosib o'tiribmiz, farosat bilan ba'zi narsalarga. Ana o'zimiz har birimiz o'zimizni bitta sekretimiz bor-da, o'z ichimizda o'ylab turgan. Farosatimiz yetib, o'shanisini aytmay o'tiribmiz. Lekin ularga farosat yetishmaydi, patta gapirib qo'yishi mumkin. Masalan, endi qo'pol bo'lsa ham, o'tirgan joyga mana yigitlar o'tirgan joyga men hamma narsani issiqlab ketdim deb yechinib tashlab o'tirmayman hech kimga masalan. Tavba qilaman, bu apaga farosat bormi deyaverasizlar, to'g'rimi? Bu farosat bilan qilinadigan narsa ularda yo'q. Tushundingiz? Ular erkakmi, ayolmi farqiga ham bormaydi yoki o'sha istadimi qilaveradi, tamom. Yechinib ham o'tiraveradi. Qo'pol bo'lsa ham jinsiy joylariga ham tegini ham o'tiraveradi-da o'g'il bolalar. Masalan, katta yigitlar hayotda qilmaysizlar-ku, masalan, hammaga ham bo'ladi qichishingiz. Lekin farosat bilan o'tirib turasiz yoki bir chiqasizda tualetga yoki boshqa joyga qilib kelasiz. Hech kim ko'rmaydi, hech kim yo'qmidi? Farosatingiz yetadi, hech kim yo'q joy qilish kerakligi. Ularga yetmaydi. Biza mana amerikaliklar kecha spikerlar kelib o'qitdi-ku bizani. O'shanga aynan shu jinsiy narsalar haqida gaplashdik-da. Aqliy zaiflikda yo'q, ana shu narsani qayerga qilish mumkinligini o'rgatishimiz kerak biza pedagog sifatida. Tushunyapsizmi? Ularda farqi yo'q. To'g'ri kelgan joyga ushlab, kerak bo'lsa qichitib xohlagan ishini qilaveradi-da, jamoat joyiga ham. Farosat yetishmaganidan. Men endi farosat deb prosta tushunishlari uchun aytyapman. O'sha miyasini yetmaganidan. Bekorga aytilmaydi-ku, bir narsa qilsa, jinnimisan deyaverasiz-ku birdan. Qaysi payt aytasiz shu gapni? Neto harakat qilganda aytasiz, noto'g'ri gapirib qo'yganda aytasiz, jinnimisan deb. To'g'rimi? Xuddi o'shanday. Farosati yetmay qilib qo'yilgan ishlarimiz, farosati yetmay gapirib qo'ygan gaplarimizga biz jinnimisan danbehon olamiz. Farosat tarbiya deyapsiz, tarbiya berasiz. Masalan, mana operatorga, mana bu kishi aqli zaif. Qilmaman bunaqa ishingni, qizlar bor. Bor tualetga borib kel deysiz, Xo'p deydi, borib qilib keladi. Ertasi kun yana mana shu yerga syomkaligimda yana o'sha ishni qilib o'tiradi. Kecha nima dedim men senga deysiz. Chunki xo'p qilmayman deydi, ining kuni yana qilib o'tiradi. Chunki buni aqli ushlab qolmaydi o'sha tarbiyangiz. Buni aybi yo'q, bu balani aybi yo'q, miyani aybi bu yerga. Bu nima bo'ladi? Tug'ma bo'ladi. Tug'ma holati esa ikki xil bo'ladi. Nasli orttirilgan. Embrionlik vaqti, qornida vaqti onani qanaqadir kasalliklari, nimalardir tufayli agar kelib chiqishi mumkin aqliy zaiflik. Bolacha embrioncha aqliy zaif bo'lib shakllanadi-da. Miyachasi, ya'ni yetilmagan miya bo'ladi. Ular egaga tushganda ko'rinadi. Miyasini sig'imi kichkina ko'rsatadi. Srazi skriningga borsa agar aytadi, bolangiz aqliy zaif yoki Down tug'ilishi mumkin deydi. Nimadan kelib chiqib? Chunki ular sig'imini o'lchab ko'radi-da. Gavdasiga nisbatan miyachasining sig'imi kichkina deydi. O'shadan kelib chiqib aytadi-da, masalan. Shakllanmayapti, rivojlanmayapti miyacha deydi. Ikkinchisi nasliy esa bu yetti shajaramizga bog'liq. Yo xotinni urug'ida yoki erni urug'ida bor naslida aqli zaif odam va bu gendan o'tadi. Nasli qanaqa bo'ladi? Qarindosh urug'laringiz, ota bobolaringizda bor bo'ladi. Sizda DNK renkangizda bor o'sha gencha aylanib yurib qaysidir avlodda yuzaga chiqadi. Sizda ota bobolaringizda bo'ladi mana shu gen. U gen DNK renkada aylanib otangizga to'g'ri kelmaydi-da, sizga to'g'ri kelmaydi-da, sizni o'g'lingizga nevaraga kelib chiqadi. Shu uchun aytiladi, 7 pushtini surishtirib uylan, 7 pushtini surishtirib qizingni ber degan gap. Tushundingiz? Aylanib baribir Albatta, baribir chiqadi u. Masalan, sizni bobongizda bobogacha surishtiriladi-da. Bobom normal odam ekan, o'qimishli, ziyoli odam bo'lgan deysiz, Otam deysiz, men bu zavodga ishlagan, rahbar bo'lib necha yil deysiz. Men mana o'qiyapman. Lekin sizlardan aqli zaif bola tug'ilib qolsa aytasiz, nimaga bunaqa bo'ldi? Demak, keyin so'raysiz, bobongizni eslab bilasizmi? Ha, bobom otasini eslayman, bobomni otasini ham eslayman, borardik uyiga deydi o'sha odam. Qanaqa odam edi desa, uydan chiqmay, odamovi odam edi deydi. Uydan chiqmasdan faqat o'tirganlar, demak, aqliy zaifligi bo'lgan ekan. Ana shu sizni bolangizga chiqdi, qarang. Endi o'sha odamni evarasi yo chevarasiga chiqib kelyapti-da. Bu DNKmiz hech qachon yo'qolib ketmaydi. Bu aylanib chiqib keladi baribir. Tushundingiz? Masalan, Down bu nasliy emas.
Bu urug'izda bor bo'lsa daun tug'iladi degani emas. Bu sog'lom oilada. Bu xromosomalarni trisoma bo'lib o'zgarib ketishi. Autizm nasliy emas. Bu genlarimizni mutatsiyaga kirishishidan kelib chiqadi. Aqliy zaiflik nasliy yoki qorinda vaqti onani yaxshi embrionni shakllantirib bermagandan bo'ladi. Aytgandiku man o'zimni qizimni ham aqli zaif, bu rivojlanmayapti, yo daun yo aqli zaif tug'iladi degandi. Skrining aytgandi, miyachasi yetilmayapti yoki dog'chasi bor degani. Bittasi aytib berdi yaqinda menga 6 oy 7 oyga o'tayotgan ekan. 6 oylik daun degan, daun yoki aqli zaif tug'iladi degan sirrazi voz kechgan katta bola tasavvur qiling, 6 oylik bu 1 oydan keyin tug'ilsa 7 oylik bola yashaydi. Men qaynukam 7 oy yashayapti-da mana. 1 oydan keyin kutmanman deyapti-da. 6 oy bo'ldi, olib tashlang deb rozi bo'lgan, borgan, keserva qilganlar. Uni abort qilib bo'lmaydi. Uni keserva qilib xuddi chaqaloq tug'ilgandek tug'dirganlar. U bolacha yuragi urib turgan tug'ilguncha. 6 oy bo'lgani uchun u dальше yashab keta olmagan. Chunki o'pkachasi, yuragi hammasi to'liq shakllanmagan bo'ladi-da. U o'lib qolgandan keyin uni polni tekshirsalar soppa-sog'lom bola bo'lgan. Shunaqa afsuslangan, men hozirgacha kechira olmayman. Undan keyin farzandli bo'lgan, lekin men hozirgacha o'zimni kechira olmayman. Har doim kechasi tushimga bir narsalar kiradi, o'shani eslayman deydi. O'shani o'ylayman, tushimga kirib bezovta qiladi. Onajon deydi, chaqira bir narsalar deydi. O'zini prosta vijdonan qiynab yuribdi va ruhiga shu narsa ta'sir qilib qo'yganda, shu uchun tush ko'radi. Menda daun yo aqli zaif tug'iladi degan. Skriningga ko'rib, meni ham qaynonamlar oldirib tasha degan. Lekin men ya mayli, nima bo'pti, soham shuku deganman. Dauncha bo'lsa menga o'zi yoqadi, quyoshli bolajon bo'ladi deganman, bolachalar deganman. Men o'zim tarbiya qilib olaman deganman. To'g'ri qabul qilganman. Lekin Xudo menga 7 muchasi sog' bolani bergan. Orada lekin mana 7 muchasi sog' bo'lgan bolani 6 oyligida voz kechgan aytadi. Men yana 1 oygina kutmaymanmi deydi. 1 oygina kutmaymanmi? 7 oyligida olsam soppa sog'lom ekan-ku bola. Miyani rivojlanmay qolganligi bu tamg'a, psixiatrda tashxisi bu. Aqliy zaiflik va ZPR degan tashxislar. Bu nima uchun psixiatr uchetga oladi? Bu pechatni aqliy zaif deb qo'ygandan keyin u pensiya oladi, bir umr nima deydi, mo'tadil aqliy zaiflik doimiy bo'ldi, uzluksiz ketadi. O'lguncha mana shu tamg'a bilan qoladi degan. Shu uchun aytadi, qo'yaymi bu tashxisni? Rozimisan? Ertaga aka-ukalariga ta'sir qilishi mumkin bu tashxis. Rozimisan? Ba'zilar pensiya uchun mayli qiling deydi. Qolganini uylamaydi-da. Ular atrofdagi holatlarni ham tushuntiradi. Bu joylar kerak emas, lekin bir so'zga aytdim, qo'ymaysizlar. Lekin bu narsa tamg'a, tushunyapsizmi? Tamom, aqliy zaiflikni u oxirigacha mo'tadil degani doimiy degan, turg'un buzilish. Aqliy zaiflikning qoidasi o'zi shuda, markaziy nerv sistemasini turg'un buzilishi, organik jarohatlanishi, turg'un pasayib ketadi unda. Turg'un degan doimiy, bir umrlik. ZPRga orqada qolish faqat. Uni ollaki yetirolsa bo'ladi. Mana biz markaz ochdik. Ertalabdan kechgacha olib qaraymiz. Parvarishlash markazi. To'g'rimi? Shu yerga berishlari kerak. Shart majburiy emas, taklif mendan. Shunaqa markazim bor, men mutaxassisman shu soha bo'yicha. Sendan ko'ra yaxshi tushunaman seni farzandingni. Menga ber desam, u kelyapti-da, boshqa tashxisliklar ko'ryapti-da, voy, sizlarga og'ir bolalar bor ekanda, meniki yengil. Как будто kulgisi keladi-da. Seniki bilan buni tashxisi bir xil. Tashxis bo'yicha bir xil. Faqat hamma bolani o'zini individual salohiyati bor, o'zini, har birini o'zini xususiyati, xarakteri bor. Sizda ham aqliy zaif, sizda ham aqliy zaif, lekin ikkalalaringiz ikki xil tuzilishga egasizlar, ikki xil xarakterlisizlar-da. Siz nervini siz tishlab tashlaysiz, lekin sizda ham aqliy zaiflik bor. Bunda ham, masalan, aqliy zaiflik bor, bu spokojniroq bola, tishlamaydi-yu, prosta bir narsalarni yirtib, buzib o'tirishni yaxshi ko'radi. Ota-onani gaplariga achchig'is keladi-da, keyin men aytdim. Bo'pti dedim. Bular og'ir, sizniki yengil, ha, shunaqa. Bo'pti, olib keting. Siz 4 yil uyingizga olib o'tirib yordam ko'rsating. Как будто mehribonlik qilib olib o'tiring. Bulardan asrang. Bulardan asrab uyingizga olib o'tiring. Men esa 4 yilga mana shu tashxisdagi bolani qanaqa natijalarga erishtiraman. 4 yildan keyin siz olib kelasiz, asragan bolangizni, men olib kelaman, markazimdagi bolani solishtiramiz. Qarang, biz nimani o'rgatamiz? Kasbga yo'naltiramiz. Qaraymi, masalan, bu yaxshi pishiriqchi, qo'lidan pishiriq qilish keladi. Men shu bo'yicha yo'naltiraman uni. Yaxshi bir oshpazni olib kelamanda, davay, menga chiroyli bulchka pishirishni yoki tort, biskvitini qilishni o'rgat deyman. Bunga o'rgatsa, buni qo'lidan keladi, chunki bor moyillik.
bunga nima deydi, iste'dod, qobiliyat bor. Qilib zo'r qilib chiqarib beryapti, qarang podyomini deydi. O, молодец, давай, shu bo'yicha ketadi bu. 10 yil shu bilan repetitsiya qiladi bu. 10 yilga bu qanaqa tortchi bo'ladi, to'g'rimi? Pishiriqchi bo'ladi. Любой sex uni ishga oladi. Qo'ldan keladigan ishchi kerak hammaga. Ishga oladi. Endi ota uni asradi. Voy, bu jinnilik qo'shmayman dedi. Bu og'ir ekan dedi, meniki yaxshi dedi. U bechoragina o'tirgan sari IQsi pastga tushib ketaveradi uyga asralgan bola. To'g'rimi? Unga hech kim pishiriq qildirmadi. Onasi agar "Kel bolam, qilamiz, qilamiz." Qoch, o'zim qilaman deb tashyapti. U qilishini kutib o'tirmaydi. Bizanikilar sabr bilan qiladi. Uddalolmayaptimi, qo'lidan ushlab qildirtiradi. Bugun uddalolmadimi, ertaga yaxshiroq qiladi. Endi kun undan yaxshiroq qiladi. Tushunyapsizmi? Bizani mutaxassislarning farqi onadan. Bular shu narsaga o'qigan, sabrni biladi va ketma-ketlikda etapma-etap ishlashni biladi jarayonni. Va tabiiyki 4 yildan keyin bu professionalni biladi ishini. Bu bilib, masalan, kitob yozmaydi. Biskvitni mana bunday qilasan, bundan keyin buni solsang podyom zo'r beradi demaydi. Prosta o'sha mutaxassis o'rgatgan ishni qaytarib qilib biladi bu. Bizani markazlarimizni har bir burchagida kamera bor. Faqat tualetda yo'q. Tualetda olib kirib ham urekoni urib oladi. Kamera yo'q-ku, jahli chiqqandan keyin kirgizib urishi mumkin. Uradigan odam ona ham uradi, dada ham uradi, aytganingizdek jahli chiqqanda. Kerak bo'lsa o'sha o'qituvchisi ham uradi. Bizni ota-bobolarimiz tayoq yeb katta bo'lgan. Maktablarda kaltak bilan urilgan. Bitta odam aytib bergan dedi, biz uyga borganimizda dada mani ustozim urdi desa, otam bizani remin bilan urardi. Nima yomonlik qildingki, nima shumlik qildingki, sen tayoq yeding. Qanday endi yuziga qarayman ustozingni deb mani urganlar deyapti-da o'sha odam, yosh katta odam. Hozirgilar deyapti, bolamni uradimi, urmaydimi deb savol beradi. Biza urib mana odam bo'ldik deyapti. Bizaga hech narsa yo'qotmadik. Bir joyimiz singan darajada urmaydi o'sha ustozlar deyapti. Sindirib urmaydi, mayli. Masalan, siz yiqilib ham ko'kartirishingiz mumkin. Tanangizni, to'g'rimi? Yiqilib ham yoki futbol o'ynab, mazza qilib futbol o'ynaysizlar, o'g'il bolalar yaxshi ko'radi. Futbol o'ynab ham oyog'ini sindirganlar yo'qmi? Futbol o'ynab qo'lini sindirganlar yo'qmi? Nima qiladi? Kimni boshiga boradi ota-onam? Voy, futbol o'ynab bolamni oyog'i takay qolib sinibdi deb kimga jalbi qiladi? Hech kimga jalbi qilmaydi. Chunki bola o'zi xohlab borib o'ynadi, qo'lini sindirdi. Bo'pti deydi, gips qildirib keladi, bitib ketadi o'g'lim deydi. Lekin qaysidir mutaxassis yoki qaysidir o'qituvchi ursin, sindirsin, qamalib ketadi u bechora. Hozirgi sharoitda-da. Avval unaqa bo'lmagan. Даже bizani davrimizda 96-yilda maktabga o'qigan bo'lsam, o'sha davrda lineyka bilan qo'limizda tayoq yerdik. Eslayman shu narsani. Chiroyli yoza olmasak, lineyka bilan tayoq yerdik. Onamga kelib qizarganlari, mana shunaqa izlarimni ko'rsalar ham, bugun tayoq yedingmi, nima vazifani qila olmading deganlarni eslayman onamni-da. O'shanda agar qo'lim sinsa ham men aytishga uyalardim, aniq bilaman-da buni. Hozirgilar o'zi imkoniyat beryapti bolalarimga-da. Bu sog'lom bolalarga qaratilgan narsa. Aqli bolalar aytolmaydi bechoralar. Aytolmaydi. Lekin mana shu narsani o'ylab ota-onalar mana shunaqa markazlarga bermaslikdan qochsin demoqchiman. Mayli tayoq yesa ham nima deydi endi qo'pol qo'yib odam bo'lsin. Sam odamsiz ham qo'lingiz bor, oyog'ingiz bor tepsangiz agar, uniki ham qo'li bor, oyog'i bor tepsa, qo'li bilan urar yoki oyog'i bilan tepar. Nima farqi? Bola ikki yoqdan ham tayoq yedi. Aslida bu ikkalasi ham xato. Aslida to'g'ri emas. Otasini urishi ham, pedagog urishi ham. Biz shu uchun kameralar qo'yganmiz. Kameralardan kuzatuvchi bor, kuzatib turadi. Kuzatuvchi nimadir kamchilik topsa, menga yetkazadi va men u narsani bartaraf etaman. Bo'lgan bunaqa holat. Asabi chidamay kelib urmayman deb kelgan pedagoglarimiz ham asabi chidamay nervinilar bor-ku, men shunaqalar urib o'rgan vaziyatlar ham bo'lgan. Ishdan ketgani ham bo'lgan. Kechirim so'rab, ishga qaytay deganda ham olmagan biza. Chunki bu holat kechirilmaydi. O'zi bir bechora ojiz bola. Nima qiladi uni urib? To'g'ri, u o'zini boshqara olmasdan bir narsalar qilib qo'yadi. Chunki aqliy ojiz u bechora bir narsalarni qilishga. Lekin o'sha narsani biz tushunishimiz kerak va sabr bilan ishlashimiz kerak. Ana shunaqa sabr bilan ishlayotgan kishi bizning markazda ishlay oladi. Qolganiga joy yo'q. Aqliy zaiflikda 3 darajasi bor dedik. Yengil, o'rta, og'ir. Og'ir darajasi hech qanaqa bilim ham, kasb hunarga ham layoqati yo'q. Ular faqat qarovga muhtoj, parvarishga. Ularni nima qilamiz? Ko'miltiramiz, egnini toza qilib qo'yamiz, yeydigan ovqatini beramiz. Bo'ldi.
Endi qo'pol qilib aytganda, bechora o'sha Xudo bergan umrini yashab o'tguncha faqat parvarishlab turamiz. U o'sha yoshiga boradi va bandalik bajo ketiradi. Jamiyatga foydasi tegmaydi. Lekin jamiyatga foydasi tegmayotgan deb uni bo'g'ib o'ldirib qo'ya olmaymiz-ku. Keraksizsan deb. Unga pedagog yo'llanadi, qarovul yo'llanadi, nima deydi, enaga yo'llanadi. U qaraydi, qaragani uchun bekorga qaramaydi, otasi pul to'laydi. Otadan pul ketadi. Bekorga ziyodi chiqib, bunday olib qarasa. Lekin u ham jonzot, joni bor. U yashashga haqli. Berilgan umrda yashab o'tishga haqli. Shuni o'ylab, davlat hozir o'z himoyasiga oldi. Davlat pul to'lab beradi, biz mutaxassislar qarab beramiz. Chuqur aqliy zaiflarga yordam bera olmaganimdan qiynalganman. Chunki xohlasam ham yordam bera olmasligimni bilaman-ku, men bilib turganimdan qiynalganman. U biznes emas. Bizaga yo'naltirilgandan keyin biza majbur olib qarashga biza. U davlat tomonidan bizga beriladi u bolalar. Berilgandan keyin qarayman, onasi aytadi, bilaman bolamni umri qisqaligini. Bilaman nechadir yildan keyin o'lishi mumkinligini. Har kun o'sha o'limini kutib yashash men uchun og'ir deb yig'lab gapirgan onasi. Men nima yordam ko'rsata olaman? Unga faqat gidrovanna tashkil qilib berdim. Gidrovanna oladi. Bir faqat yotoqda bo'lganligi uchun ularga qon aylanishi yaxshi emas, buzilib ketgan. Gidrovanna olsaga qon aylanishi yaxshilanadi. Umumiy massajchini yollaganman, massaj qiladi, tanasi yayraydi. Sal qon yurishadi. Va ovqatni chaynab yeyolmaydi ular. Blenderda o'tkazib o'sha ovqatni blenderda o'tkazib qoshiq bilan beriladi va nima orqali, pipitka orqali suv tomiziladi yoki nima orqali yuvoriladi. Shpris orqali. Nashergacha tashlab bersangiz, ular yutishni biladi. Chaynash yo'q. Hech yosh bo'lsa ham chaynamaydi. Farqi yo'q. Yo'q, og'irlar shunaqa faqat yotoqda bo'ladi. Mana shu xizmatlarni qilib bera olganman, shundan ham ko'nglim to'q. Menga davlat bu tashkiliy ishlarim uchun pul bermaydi. Bitta enagaga pul to'laydi. Bu narsani o'zim homiyligimda qilganman. Menga pul kelib turibdi-ku. Savob bo'lsin deganman-da, shunga nima qilsam yordam bo'la oladi. Bilaman, bilim bera olmayman. Bilaman, unga nimanidir o'rgata olmayman. U qo'lidan hech narsa kelmaydi, ishlata olmaydi ham qo'l oyog'ini-da, aravachaga o'tiradi. Demak, unga nima yordam bera oladi? Ozgina tetiklashtirsam, qon aylanishini yaxshilab bera olsam, ikkita xizmat bor: massaj va gidrovanna. Boshqa hech qanaqa xizmat yo'q ularga. Elfika bor, nimalarni olib bergan desa, qo'limdan kelgani shu. Uni hech iloji yo'q narsa. Miya shunaqa tuzilgan, bu narsani bu shar emas, shishirib kattalashtirsak miyani. Miya mana shu, nima desam sizga, qurib qolgan nimadir narsa, mana bu mevami, masalan, zaldo'ri, bironta mevani tasavvur qilinglar, o'shani qurib qolgan holatim. Biza qo'limizdan kelgancha yordam berganmiz markazimizda. Oxirgi nimalarini men sharoitdan kelib chiqib, holatini ko'rib turib, men bepul qilib berganman. Minnatdor bo'lib, onasi og'irlashib qolganligi uchun to'xtatgan edi. Judayam ahvol og'ir, biza buni Toshkentga doktorga olib ketyapmiz. Shunaqa dedi. Xo'p, mayli, yaxshi bo'lib kelinglar. Kelganlaringiz yaxshi bo'lib kelgandan keyin yana bemalol kelaveringlar. Markazim sizlar uchun bepul deganman xizmatlari. Rahmat, shu yog'iga ham o'zi bizga shuncha arzon qilib bergansiz deb minnatdor bo'lib ketgan. Toshkentdan turib telefon qilgan, ahvoli qanaqa, biz so'rab turardik. Ahvoli qanaqa, yaxshi bo'lib qoldimi desa, yo'q, srochniy operatsiya aytibdi. Operatsiya palonsin, bizaga uncha pul yo'q. Biza hozir mana shunaqa tarqatmoqchi, biza yordam qilinglar degan narsani degan. Bo'pti, yaxshi qilinglar, hamma saxovatli odam ko'p yordam beradi. Shunaqa to'g'ri, men ham o'zimni hissamni qo'shay deganman-da, o'zimdan kelib chiqib yordam berganman. Masalan, Farangiz borib, men administratorim borib uyiga yetib berib kelgan pulni. Rahmat deb hammadan pulni oldi, operatsiyaga kirgizdi. Afsuski, operatsiyadan chiqmadi bola. Buni foydasi yo'qligini bilardim, lekin ota-onaga bola shirin-ku, harakat qilishni xohladi. Men bilardim uni foydasi yo'qligini, lekin foydasi yo'q degim kelmadi. Bo'pti, qilmoqchimisan, men qo'limdan kelguncha senga ehson, o'sha pulimni ol, mana buni pulini ol, uni pulini oldi, operatsiyaga yetayotgan pul yig'ildi va operatsiya qildirdi. Operatsiyadan chiqmadi bola. Men даже bilasizmi, o'shani ta'ziyasiga qatnasha olmaganman. Men o'zim kela olmaganman, og'ir olganman o'sha narsani o'zimga-da. Даже telefonda gaplashib, dalda bera olmaganman-da. O'zimni farzandimdek qarayman har bir kelganini. Men bilganman o'sha operatsiya normal o'tmasligini, u bolani umri tugaganini men qarang, masalan, 10 yoshli bola mana shunchagina edi-da. Qurib borayotganligini bilardim. U yaqinlashayotganligini o'ylamini bilardim, lekin men foydasi yo'q, pul yig'ilmasa ham baribir erta o'ladi demadim-da, berdim o'sha pulimni.
berdi. Bilardim lekin foydasi yo'qligini. Prosto men o'zim achinib ketdim u yigitga. Hozirgacha bilasizmi, shuni onasi har doim bizadan aloqasini uzmagan "Mafsun opa bilardiz-a?" deydi. "Ha" deyman. Endi ayta olaman. Aradan nechadir yil o'tgandan keyin biz uchrashib qoldik, o'zgargan, keyingi farzand tug'ilgan. U farzandni masalan, mani erimni otini qo'yganlar. Bizani har doim kuzatadilar, har doim otsivlar berib turadilar, yaxshi tilaklar bildirib turadilar. Judayam yaxshi ko'rib, hurmat qiladi u ayol. Lekin endi o'sha kichkina tug'ilgan chaqalog'i katta bo'lib, yana menga xizmatga keldi, ishi tushdi. O'shanda aytdik, "Bilardiz-a?" deganda, "Ha, bilardim" dedim, lekin qanaqa qilib men sizni to'xtatardim. U mitichani, u qora ko'zchalariga qanaqa qilib men, "Ya, foydasi yo'q, bermayman" deya olardim. "Mayli, boring" deganman. Ana shu uchun ham meni hurmat qildida u. Bilib turib siz yordamingizni ayamadingiz. Xuddiki men chiqib o'sha pulingizni men bu 5-etajdan balkondan sochib yuborgandek bo'lganman-da. Bilib turib sochib yuborasiz-ku, qayerlargadir yo'qolib ketishini. Voy, undan avvalgi ikkitasi sog'lom, uchinchisi shunaqa bo'lgan, to'rtinchisi ham sog'lom tug'ildi. Lekin o'sha oilani eng yaxshi ko'rgan farzandi mana shu edi. O'zi bilasizmi, mana shunaqa kamchiligi bor bolalarni oilada ko'proq e'zozlashadi. Chunki u bitta kam tarafi borku, o'zlaridan farq qilishini biladiku, bor mehr-e'tibor unga qaratiladi-da. Bu tabiiy hol, hamma bolalarimda shunday, hamma oilada shunaqa. Og'ir darajadagilarga ota-ona, конечно, vaqt parvarish qilib, qarab, yordam qila oladi. O'rta darajadagilarga biz mana kasb-hunarga yo'naltirishimiz mumkin deyapmiz-ku. Masalan, agar sabri yetadigan ona bo'lsa, iqtidorini aniqlab olishga aqli yetsa, iqtidorini aniqlab o'shanga yo'naltirishi mumkin. Maktabda o'qib yurgan tengdoshlaridan orqadaligini aqlli o'qituvchilar sezadi-ku, aqliy darajasi pastligini va aytishgan, "Bizni iqtidorli maktabimizga noloyiq sizni farzandingiz. Bu maktabdan oling, maxsus maktabga bering" deb xat yozib beraverishgan. Va ona uni o'qigan, ko'zidan yosh oqqan. Onajon nima deb yozishgan? U savol-javob qila oladi, faqat aqli yetmaydi o'sha narsaga, ojizlik qiladi-da bilimlarni o'zlashtirishga. Keyin ona o'qiganda teskarisiga aytgan, bolani ko'nglini ko'tarish uchun. Sizni bolangiz shunchalar aqlli va iste'dodliki, bizni maktabimizni kuchi yetmaydi bunday bolani tarbiyalashga. Siz uyda o'ziz uni shug'ullanib tarbiyalashingiz kerak. U zo'r bola bo'ladi degan narsani aytgandan keyin, "Yo'q, men shunchalik zo'rmanmi, yashasin" degan. Keyin u endi o'zimiz uyda shug'ullanamiz degan ona. Va bola bilan shunchalik darajada shug'ullanganki, bola eng zo'r inson bo'lgan. Ko'pchilik faxrlanadigan va katta-katta davralarda faxrli unvonlarga ega bo'lgan inson bo'lgan. Va onasi olamdan o'tgandan so'ng uni narsalarini taxlayotganda yoki ko'zdan kechirib onasini sog'inganda narsalarni ko'zdan kechirayotgan vaqti o'sha xatni ham ko'rib qolgan. U o'qishga endi aqli yetadiku, o'qishni bilmagan bola bo'lgan. O'qisa, u onasi aytgan gaplarni teskarisi bo'lgan. Shunchalar onasini bir aqlli, farosatli odam, ayol ekanligidan yana ham yig'lagan, yana ham onasini yaxshi ko'rib ketgan va onasiga haykal ham o'rnattirgan adashmasam. Mana bunaqa onalar ham bor. Uy sharoitida mana bunaqa yondashishi ham mumkin. Endi bor bo'lsa-da bunaqa onalar. Afsuski ham hozirgi onalar faqat telefonda, YouTube'da jim turib, unaqa aqlli, farosatli, unaqa oqila onalar juda kam o'zi. Bolaga yordam berishni istaysiz, lekin bunaqa markazga berishni istamaysiz. Berishni istashga moyilligingiz boshlansa ham pulingiz yo'q, yetmaydi. To'g'rimi? To'g'ri, korreksion pedagoglar, mutaxassislar katta pulga ishlaydi. Chunki ishi ham, mehnati ham oson emasda, shuning uchun katta haq oladi ular. Mana biza hozirgi ochgan markazimiz bepul. Olib keling bolangizni, bizagacha keltirib bering, qolganini bizaga qoldiring. Davlat sherikchiligida bo'lyapti. Davlat hozir o'z qaramog'iga olgan bunaqa bolalarni. Biza o'sha pedagoglarning pulini, oyligini to'lab beradi, ular bepul ishlab beradi. Ota-ona bir so'm pul to'lamaydi. Faqat keltirib berish kerak. Mana pulim yo'q deganiga savolga javob. Lekin berishni istamayman, bularga qo'shmayman deydiganlar ozgina Xudodan qo'rqsin. Uni bolasini masalan, "Voy, men buni bolasi aqli zaifki, o'g'lim san sog'lomsan, qo'shilma bunga" desa qanaqa dili og'riydi. To'g'rimi? Sog'lom bolalarni qo'shyapmiz-ku ularga. Nimaga u og'irroq bolaga qo'shishdan jirkanishi kerak, xohlamaslik kerak?
Ana savol. Endi aravali bola yotoqdagi bolani aravada yetaklab yurishi bu mehr emasmi? Odamgarchilik emasmi? Qarang, qanaqa tuyg'ularni ham biz shakllantiramiz. Bir-biriga mehr, qarash, bunga yordamlash, aravasini suribki, ovqatini yeyolmagan payt qoshiq bilan uni qo'li bor-ku, buni qo'li ishlamasa, yedirsa agar, bu odamgarchilik emasmi, mehr emasmi? Mana, agar og'zidagi narsa to'kilib ketsa, artolmasa, bu salfetka bilan qo'li ishlayotganini artib qo'ysaga, buni nimasi yomon? Masalan, ular aytadi, voy taqlid qiladi, oyog'i yo'q bola emaklab yoki mana bunaqa qilib surilib yuribdi-da, mani bolam ham o'rganib oladi, ertaga mana shunaqa qilib yuradi. Xo'p, o'rgansa, bir marta qiladi. Bu bola, yurib biladigan bola. Ikki marta qiladi unaqa sudralib yurishdi. Charchaydi. Hammaga ham emas unaqa doim sudralib yurish oson emas. U bechora nogiron bola majburligidan sudralib yuribdi. Oyog'i bo'lsa yurib ketish undan osonroq edi. Sani bolang bir kun qilar o'shanga taqlid, 2 kun qilar, 3-chi kun kutim qirilib ketdi deydi-da, qo'pol bo'lsa ham уже qilmaydi. Turib yurib ketishdimi afzal ko'radi. Bu imitatsiya, taqlid degan narsa vaqtinchalik-da. Bu bir umr o'zini nogiron qilib qo'ymaydi-ku, mana bunaqa qilib ishlatmasdan qo'lini, to'g'rimi? Taqlid qilib mana bunaqa harakat qilishi mumkin, lekin ertaga yana o'yinchog'ini olib uyna biladi. U xohlasa ham mana bu nogiron bola olib uyna olmaydi, qo'li harakat qila olmaydi. Shuning uchun Xudodan ozgina qo'rqib gapirish kerak-da. Gapirayotgan payt o'zi senga Xudo shunaqa bola berdi. Ertaga nabirang mana shunaqa nogiron bo'lib tug'ilsa-chi? Shuning uchun hammaga birdek qarash kerak, hammaga birdek mehr berish kerak. Nima uchun men hammani birdek ko'raman? So'lagi o'qiyotgan bo'lsa ham, sassiq deb nafratlanishi mumkin. Men unaqa qilmayman, artib qo'yaman. Kerak bo'lsa, unaqa qilib etagimga artaman-da, quchog'imga olib o'tiraman o'shani. Men jirkanmayman, nafratlanmayman. Shuning uchun ham Xudo menga Down degan bolani sog'lom berdi deb o'ylayman. To'g'risi gapda. Endi bu yerga baribir Xudo ham bor-da, uni ham hisobga olish kerak. Faqat fan yoki dunyoviy bilim emas-da. Bu yerga Xudoni ham nazari bor. Men hech qachon jirkanmaganman bu holatda. Erimga ham aytganman, siz jirkanmang, unaqa demang. Mayli tug'ilsa men qarayman shunga deganman-da. Ozgina baribir hamma erkakda bo'ladi. Bunaqa sohada bilmagan odamlarda baribir bo'ladi. Ikkilanish, voy, shunaqa bunaqa qanaqa gap qilamiz, odamlar orasiga qanday olib yuramiz? Unaqa qilmaslik kerak. Tushundingiz? U agar nafratlanib qo'shnilar bilan o'ynashga chiqadi. Masalan, uni bolasi bilan hamma qo'shnini bolasi o'ynayapti-yu, qo'shilib, to'g'rimi? O'shani aqli zaif bolasi bilan o'ynayapti-ku, qo'shilib, qo'lidan ushlab o'ynayapti. Agar u o'zini tortsa, agar netoq harakat qilsa, agar qo'g'irchog'ini beryapti masalan. Kim uni itarib qo'ysin-chi? O'sha ota qanaqa ahvolga tushadi? Yuragi yig'laveradi. Mani qizim ayirib qo'ydi deb. Ko'zlarida yosh chiqib ketadi. Конечно. Endi u bechora nosog'lom bolaga, masalan, yurolmaydigan bolaga nima ayb? O'shani ko'rib berishni istamayaptilar. Men berishni istamayman. Yani bu narsalarni siz aytib berayotganingizda bir ikki to'g'ri yo'q qo'ysangiz yosh chiqib ketadi. Manimi? Yo'q, men yomon ko'raman. Masalan, sizni bolangiz shunday bo'lsa, nima qilgan bo'laysiz degan savol bersangizki, o'shani aytsa edi, savolli dedim. Hozir zo'r javob berardim-da. Men agar bo'lsa, o'sha Edisonni onasiday bo'lar edim, xolos, boshqa gapirmayman. Tamom. Libboy bolaga ham mehr bersangiz, agar zo'r bo'ladi. Nimadir bo'ladi. Aqli zaifga masalan men fizika, matematikani o'rgata olmasligim mumkin, pishiriqchilikni o'rgatishim mumkin, rassomlikni o'rgatishim mumkin, san'atni yoki qaysidir hunarni, ustachilikni, mana bu bitta stol yasatishni, xontaxta yasatishni o'rgatishim mumkin, oddiygina. O'shani sotsak pul qornini to'yg'izadi, ustiga kiyim oladi. Endi respublika bo'yicha bor, Navoiyda tumanlarimizda bor, shahar uzida 3 ta joyimiz bor hozircha.